Nimaga ko'pchilik tarmoqli biznesni boshlaydi-yu, lekin 2 oy o'tmay tashlab qochadi? Chunki ular bu yerda hech qanday harakatsiz, pul o'z-o'zidan yog'iladigan joy deb o'ylashadi. Go'yoki bir tugmani bossa-yu, darrov millionlar, mashinalar va chet el sayohatlari paydo bo'lib qolsa. Lekin bu ishni boshlashgandan keyin, birinchi yo'q javob olishgandan keyin darrov qarsalasib turib bo'ladi. Voy, menga rad javob berishdi, men bilan hech kim ishlamayapti deb yana o'sha eski qiyin ishlariga qaytib qolishadi. Aslida birinchi 2 oy bu sabr imtihoni. Bu vaqtda sizni eshitishmaydi, ustingizdan kulishadi, ishtiyoqi so'nadi va bu normal holat. Sabr qilib qolganlar o'z jamoasini tuzadi va haqiqiy erkinlik berishadi. Qolganlar esa umrbod boshqani qo'lida ishlab yurishga majbur bo'lishadi. Agar siz ham birinchi qiyinchilikda to'xtab qolgan bo'lsangiz, bu sizni tanlovingiz. Lekin oxirigacha borib hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lganlar qatorida bo'lsangiz, siz uchun eshigimiz ochiq. Profilimga obuna bo'lib meni kuzatib borsangiz, tarmoqli biznes orqali nimalarga erishish va asosiysi qanday qilib erishish mumkinligini oddiy, sodda tilda tushuntiraman va amalda ko'rsatib boraman.